Assalomu alaykum, gilamlar olami YouTube kanali kuzatuvchilari, xudo xolasa bugun Murod akaning oldiga yetib kelganman. Ukam haqiqiy skidkani mana endi ko'rasizlar, xudo xolasa YouTubedan kuzatayotgan obunachilar uchun deyishyapti. Videoda oxirigacha ko'rib like'larni bosib tursanglar, xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib Murod akadan chiroyli skidkalarni tushuntirib beramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, tushunsiz? Yaxshimi? Charchamaysiz? Sizlarda qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimiz, tanjonlaring sog'mi? Charchamaysiz. Qanaqa gilamlar ko'rsatamiz aka bugun? Aka, bugungi obzorimizda gilam bo'ladi faqat. Gilamlarga qo'yib beramiz. Xo'p, endi 3 uzuni 7 metr bo'ladi. Lo'lab turgan qizil, o'ta qalin bo'ladi. Qalinligini ko'rsatib berasiz bitta. Zichligi zich bo'ladi. Aka, o'sha vaqtda 4 million 4,5 sotilgan. Hozirgi kunda paytida 2 million 100 ming so'mga 3 metrga 7 metr qalin gilam olsa bo'ladi. Keyingisi chekkali popili, eni 3,5, uzuni 4 metr bo'ladi. Xo'p, kvadrat metri 75 ming so'mdan bo'ladi. 1 million 50 ming. O'ta qalin bu ham. Shu turish hozir 1 million 50 ming. 1 million 50 ming 3,5 ga 4. O'ta qalin. Qalinligini ham qarang. Qalinligi ham zo'r. Popili ekanda chekkalari. Yupqadan bas, hali 40 ming, 50 minglikdan bas. Keyingisi 3,5 metrga 4,5 metr. 75 mingdan kvadrati 1 million 180 ming so'm bo'ladi. Shu turishiga aytilyapti. Qalinligi o'ta qalin. Yaxshisi. Keyingisi bunisi endi aka 3,5 ga 3,5 bo'ladi. 3,5. 990 ming 918 ming so'm bo'ladi. 3,5 ga 3,5 bo'ladi. Qalin bo'ladi. Narx ancha arzon. Narxlar ancha arzon. O'sha paytda bular 100 ming, 100 ga sotishayotgan paytda hozir biz bularni 75 ming so'mdan qilib berdik. Kvadratini. O'sha necha razmer olsa 75 ni tushsa puli kelib chiqaveradi demoqchiman. Xo'p, keyingisi eni 3 uzuni 4 metr bo'ladi. Xo'p, 900 ming so'm bo'ladi. 75 ming so'mdan 900 ming so'mga olishsa bo'ladi. Buni xohlagan razmerlari bor. Nostana joylarga o'sha metrajlilari ham bor. Kelishaveradi. Kelsa shunaqa ochib ko'rsatilaveradi xohlasa. Xo'p, bunisi eni 3,5, uzuni 6 bo'ladi. Yek zavotiga tegishli bo'ladi. Rangi zo'raygan. Svetlari ham, nimalari ham tiniq bo'ladi. Taylar yirish bo'lmaydi. Orqasi qattiq bo'lmaydi. 1 million 575 ming so'mga 3,5 ga 6 olishsa bo'ladi. O'ta qalin. Buni olsa gilamlar olishsa, shitaga ko'richa, jay namozlar, beslatnik bonus qo'shib beriladi. O'zlaring nomlaring, xudo xolasa. O'zimiz nomini qo'shib beradi. Bularda 80 dan tortib 5 metrga daroshkasilari ham kelgan. 2, 2,5, 3 ketaveradi. Har xillaridan bor. Ketaveradi. Keyin anu nimamiz bor? Avandilarimiz borda. Tanlab olishadi. O'ta qalin avandilar. Ochib beringlar 5-6 tasini ko'rishsinda. O'ta qalin-da, qarang, qalinligi. Zo'r. Hammasi yangicha faslda. 300 mingdan 400 minggacha tanlab olishaveradi. Buni xohlagan gullari bor. Katta kichik har xil bor. O'zlariga qaysi qulay bo'lsa, masalan 4 million, 3 milliondan ochiq savdo qilganlarga bepul qo'shib ham beramiz. Bonus bilan qo'shib ham beraverasiz. Qo'shamiz. Ochinglar. Bepul qo'shib ham beramiz. Bularni hali nima deydi? O'zlariga bir dona kerak bo'lsa 300 ming, 400 mingdan qalingina kim bermaydi-da. Arzon qarang. Bunaqalari ham bor ekan. Bular 200 ming so'm, mana shular 200 ming so'mda qarang. O'ta qalin gilamlarda. O'zlariga yoqqanini kelib, yoqqanini olishib bo'laveradi. Detski desa, detskilari ham bor, qarang. Kattaroq ekan. Ekslari ham bor. Gap yo'q. Like, podpiska bosib kelish esdan chiqmasin. Obuna bo'lib chiqish esdan chiqmasin. Hammalarini kutamiz. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Gap yo'q. Aka, katta gilam oladigan bo'lsa, qatgacha dastavkalar bo'lyapti endi. Xo'p, aka Qo'qongacha olib borib berilaman. Qo'qongacha. Vodiy? Vodiychi qilib berilaveradi. Xohlasa. Endi Toshkentga ham iloji bor, yo'q, bas. Qilib beraveramiz. Toshkentga. Ilojini qilamiz. Yarim yo'l kiradi, baqiradi. Ochiq gapirgan yaxshi, yolg'on gapirmaydi. Yolg'on gapirganda. Yo'l kiradi yarmini, biz yarmini Toshkentgacha o'sha. Toshkentga shunaqa, Toshkentdan bag'iga bepul, faqat Toshkentga yarmini berishadi. Buni kelishamiz o'zimiz. Gap yo'q. Yolg'on gapirib chaqirib olib, yo qilib beramiz deb aytib, labi so'pash xohlamaymiz. To'ppa-to'g'ri. Telefon qilsa, xudo xolasa. Telefon qilsa kechki 1:10 gacha ishlaydigan joylarimiz ham bor. Ishlaydigan joylar bor. Telefon qilsa xudo xolasa bu joylarda ham manzilni tushuntirib beradi. Bu joyda ko'pchilik manzil so'rashyapti ekan. Videoda oxirigacha ko'rib tursangiz, xudo xolasa manzilni ham qo'yib ketaman. Bitta like bosib kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'y, xudo xolasa birinchilardan bo'lib kuzatib qo'yishlaring mumkin. Bir narsa, ko'pchilik telefon qilib, qayerlisizlar deb so'rayapti. Marg'ilon Kaminat bozorida biz. Marg'ilon Kaminat bozori. Keyin Andijonda Bo'zida bor do'konimiz. Pochtani oldida bitta bor. Keyin Dur savdo masjidning oldida bitta bor. Bitta bor. Ikki etajda bitta bor. Zo'r. Ko'pchilik shuni so'rayapti. Telefon qilib qatta deb.
Marg'ilonda, Andijonda, Bo'zida bor. Bo'zida bor, xudo xohlasa. Telefon qilsa, logatsiya tashab beriladi. Chiroyli qilib ishlarini bitirib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling, keyingi videolarda ko'rishguncha. Manzilimiz Kaminat kartinkasi, Kaminat shirkati O'rishaga kirganimizdan keyin bu yerda Bayram shashixonasi bor, bu yerda Saxovat market bor. Saxovat marketdan aka to'g'ri ketganingizda chap qo'ldagi gilam magazinda skidlar davom etyapti. Mana shu yo'ldan kelganlarda mana kelyapsizlar, aka bu yerda butkamiz bor. Aka butkamizda shuni chap qo'lga bitta bir o'rganingizdan keyin aka mana bizlarga gilam mazamiz, mana shu yerda skidkalarda bombalari, zo'rlari bo'lyapti.